Ну, давай, ketdik. И всем привет. Уже 18 may va men adashmasam bu videoni ikkinchi marta olaman. Soatga qaragan holda 04:18 Ankara vaqti bilan, Tursiya vaqti bilan. Давайте man aytib bermoqchi bo'lgan bu videoni asosiy главный mavzusi bu mana Ankaradagi periodim. Mana o'sha 9-martdan 26-maygacha bo'ladigan periodimdagi qilgan xulosalarim. Bu videoni men bugun 18-mayda qo'yaman, lekin o'sha вообще так общее xulosalar nima qilib bo'ldim. Давайте boshdan boshlaydigan bo'lsak, men bu YouTube kanalni ochganimga 1 yil bo'ldi va adashmasam bu bilan 10 ta videom bo'ladi. Men birinchi qo'ygan videom 18-mart edi va men 18-martda еще qayta video qo'ymoqchi edim, lekin afsuski, к сожалению, o'xshamadi. Nimaga? Chunki men biroz overthinker insonidan qatoridaman. Orada что на турецком bo'lib ketadi, что o'zbekskiy so'z turецкий talaffuzda bo'lib ketadi hozir. Qatoridayim, ya'ni o'rtasindayim. Turkchasi shunaqa bo'ladi, что men qatoridaman. Короче, mana bitta tanish insonim, ya'ni mana kруг общениямdan bittasi menga aytdi, что sana YouTube kanallaringdagi, короче, kommentariy, menga yoqmadi bu kommentariy. Men buni o'ylashni boshladim. Juda ham ko'p o'yladim. Да, вот это такое, to'g'ri aytdi, shunaqa. Потом men desam, nima bo'ldi, shu qayta video olishga. Shunaqa vaziyatda men juda ko'p o'yladim. Почти men bu videoni olishdan oldin men o'ylagan narsalarimdan bittasi bu YouTube kanalim полный удалить qilish или вообще qayta video olmaslik. Men o'sha vaqtda shoshmadim. Chunki ba'zida shunaqa jarayon bo'ladi bizda. Biz o'sha jarayon ichida o'ralashib qolamiz. Va aslida biz qilishimiz kerak bo'lmagan narsalarni o'sha vaqtda qilish xohlaymiz. Например, men o'zim jarayonim что YouTube kanalni прям to'xtatish. Va o'sha jarayonda men biroz o'ylayman, ya'ni o'yladim, что tanaffus qilishni. Потом еще обратно o'ylayapman. Bundan keyin qanaqa bo'ladi? Masalan, menga bu period nimani o'rgatdi deb qaraydigan bo'lsak, menga o'rgatgan narsalardan eng главныйsi bu hech qachon siz qilayotgan ishni, если u mutaxassis bo'lmasa, sizga berayotgan что как типа отзыв плохой, yomon bo'ladigan bo'lsa, uni eshitmang. Прям eshitmang, реально eshitmang. Вообще eshitmang. Например, masalan, angliyskida siz aytayotdi, что san aksenting tudun, короче. Siz uni eshitmang, agar u siz o'qituvchingiz bo'lmasa, u siz bormoqchi bo'lgan joyga borib kelgan odam bo'lmasa. Real gap. Masalan, IELTSdan 7-8 olgan odam kelib turib, sani aksenting to'g'rilashing kerak angliyskidan. Okey. Например, вообще-то B1 yoki вообще-то A2 bo'lgan darajadagi inson kelib turib sizga aytadigan bo'lsa, buni вообще eshitmang, maslahatim. Chunki qilmoqchi bo'lgan ishingizga prям motivatsiya tushib ketadi. Real tushib ketadi. Men buni juda ham ko'p analiz qilib, что bir ikkita yaxshi o'tuvlardan keyin yana qaytadan video olishga harakat qildim, qaror qildim, что это birinchidan bu o'zim uchun, chunki ko'rgan videolarimni o'ylaydigan bo'lsam, bu yerda qaysi Toshkentdagi hayotim va Toshkentdan so'ngra Moskvadagi, потом еще обратно, наверное, Toshkent и еще вот, например, keyingi period bu Ankara bo'ldi. Yana kichik period, ya'ni kichkina period Toshkentda bo'ladi. Unda ham menimcha, что boshqa davlatga ketishimdan oldin video olaman. Давайте men nima haqida gaplashmoqchiman. Ankaraga kelishimni aytib beradigan bo'lsam, prям men boshida bu Ankarada hech kimni tanimayman. Istanbul okey, men o'zi bilaman u qanaqaligini, qanaqa sistema, qanaqa yashash, qanaqa kvartira topish, qanaqa ish topish, okey, hammasini bilaman. Ankara это вообще другой город. Men ish gaplashdim, okey, hammasi joy-joyida, lekin men hech kimni tanimayman. Вообще так 0, 0, 0. Потом, okey, men qo'rquvlarim bilan birgalikda yo'lga chiqdik, что вообще hech kim tanimaydigan shaharda aeroportga qo'ndim. Потом o'tdagi как типа juda ham mehribon insonlarga duch kelyapman, что oxirgi vaqtda juda ham как типа o'zim omadli deb hisoblayman, real gap. Bunga вообще так shubham yo'q. Прям просто omadli emas, прям juda omadli. Kelishim bilan что menga yordam berishdi. Kelganimdan keyin men boradigan manzilga avtobusni ko'rsatishdi. Avtobus oстановкасidan to'xtagan so'ng men boradigan joygacha meni bagajimni ko'tarib borib berishdi. Bu hayot menga yordam beryapti-da. Men aytaman, bu qanaqa boshlandi? Men решение qilishimdan aytaylik, прям o'sha vaqtda yo'l topolmaydigan darajada hammasi nol bo'lib qolgan.
даже minusga qarab ketayotgan vaqtim, chunki ishlamayapman, и потом man qilmoqchi bo'lgan hamma ishlarga menda сначала доход kerak, baribir boshida как типа investitsiya kirgizish kerak. Masalan, Istanbulga ketadigan bo'lsam, bilet o'zim olishim kerak edi. Потом Toshkentga ketadigan bo'lsam, еще обратно manga o'ta yashashga kvartira pul kerak. Chunki man так uyimda yashayotgandim. Uyim deganimda, что ota-onam uyi, mani uyim emas. Пока что mani uyim yo'q. Ну, xudo xohlasa uni ham hal qilamiz degan umiddaman. Потом o'sha vaqtda man aytolman, что man aytganmanmi yo'qmi bilmayman. Man прям hayot bilan gaplashaman, что ularni qanaqadir minutочку. Spiritual. Bu ana hayotdagi signallar anglash ma'nosida bo'ladi. O'shani man anglashga harakat qilaman. Потом bir kun kechqurun ketaman, bitta tanishim bilan, потом aytaman, man hozir charchadim. Man reально bu man bu yashayotgan shaharchamni tark etishga tayyorman, что menga yo'l ko'rsatinglar. Chunki menda 3 ta variant bor edi, lekin meni minimum 3 hafta kutishim kerak edi hammasi uchun. Прям menda 4 ta variant bo'lsa, 4tasida hammasini kutishim kerak edi. Потом man aytaman, man tayyorman, okey. Menga yo'l ko'rsatinglar, что menga yo'l chizib beringlar, что menga qanaqadir vaziyatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini прям etap-etap yaratib beringlar. Потом shu vaqtda 1 soat o'tgandan keyin nima bo'ldi? Menga bu ishni onlayn topganim uchun menga menejer yozyapti, что tayyormisiz kelishga. Biz sizni biletingizni olamiz. Ну, окей, без проблем. Я вообще ждала этого сообщения. Это вот. Ну, этот долгожданное soобщение bo'ldi menga, потом man прям rozi bo'ldim, потом qachonligini bilmayman, что, наверное, fevral oxiri edi, man 9-martda Anqaraga uchib keldim. Anqaraga uchib keldim aytganimda, что boradigan joyimgacha mani оплата qilishdi, что приезд, вот, avtobusga, еще mashina, taksi, другой hammasiga o'zlari oplata qilib, man tanimaydigan вообще begona odamlar. Ular mani ishim bilan связан emas, umuman bog'liq emas. Прям shunchaki menga yordam berishyapti. Man o'tga bordim, что ish boshlashga qo'rqaman, qanaqa bo'ladi, вообще так другая атмосфера, да, вот man hech qachon unaqa atmosferaga tushmaganman. Потом boshlanyapti, потом sekin-sekin man o'rganyapman bu yerda ko'nikishga. Bilasizmi, hayot sizgacha hayot, Xudo yaratgan. Bu yerda hamma har xil narsaga inonadi. No, aytadi, mani ko'p to'liq tanishlarim o'zbeklar bo'lgani uchun, что biz musulmonmiz, yoki Xudo deb gapiradigan bo'lsak, Xudo bizga har doim xayrlisini beradi. Men o'sha vaqtda juda ham как depressiyada bo'lganim uchun biroz semirgandim, ya'ni kilo olgandim, naturaskum. O'sha vaqtda menga zal kerak edi. Hozir yashayotgan joyimda прям zal bor, что питаниеsi normal, man bu yerda прям super odamlar bilan tanishdim. Bilasizlarmi, bu ikkinchi prichinada, вот man yashamoqchi bo'lgan hayotga ikkinchi qadam trenajyorniy zal. Trenajyorniy zal bor, что man yashayotgan joyda, это бесплатно, вот biz ishlayotganimiz uchun o'tda. Okey. Потом uchinchisi aytadigan bo'lsam, man прям ruskimni улучшить qilmoqchi edim, что yaxshilamoqchi edim, прям четко qilmoqchi edim. Но, знаете, этот man bu yerda rus qizlar bilan turaman. Rus qizlar bilan gaplashaman. Mana hamma bu yerdagi dugonalarim hammasi rus. Ну, это туркчанки вообще нету здесь. Я имею в виду девочки. Вот. Даже shunaqa bo'lib qoladi. Men hozir inogda ruskidan перевод qilib gapiryapman, chunki полный men ruscha прям gapiryapman, chunki hali unaqa kontent olib ko'rmadim. Lekin men juda ham xohlayman na ruskum только kontent olishni. Menga qanaqadir bu til menga juda ham yoqadi. Bilmadim qanaqadir. Ну, короче, это menga yoqadi. Men qanaqadir объяснять qilmayman nimaga yoqishini. Keyin bu yerda men o'rgangan narsalar, hech qachon что odam o'zidan uyalmasligi, прям o'zingiz boricha ko'rsating, chunki siz bilasizmi, kimdir narada mana shunaqasiga izlayotgan bo'lishi mumkin. Qarab turgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqasiga. Прям у него такой характер, вот у нее такая аура есть, вот men juda ham havas qilaman u qizga, вот shunaqa bo'lishi deb. Например, men bu yerda aytib bermoqchi bo'lgan narsalarim bilasizlar, mana asosiy ma'nosi что odamning ichidagi niyat. Real odam ichidagi niyat nima bo'lsa, hammasi o'shanga yarasha bo'ladi. Вот men aytadigan bo'lsam, bitta narsa, что men bu yerga kelishimdan oldin men niyatim nima edi? Men universitetim kontraktini to'lash, 3-kursga o'tish psixologiyadan, еще angliyskimga pul kerak edi, еще kreditimni yopishim kerak edi. Так hozir hammasini bajardim. Что 3-kurs yarmiga keldim, o'sha o'qiyapman. 4-kursga o'taman, потом я будущий психолог. Потом что?
Университетом контрактом полный yaptım. Еще кредитом полный yaptım. Еще что есть? Еще я сейчас учусь на английском. Это чуть-чуть сложно. A little bit. Потому что, ты знаете, этот как-то мы практикуемся с учителем. Он меня спросит, как переводиться на английском. Мы на узбекском общаемся и иногда на русском. Этот so'raydi, что bu angliyskida qanaqa bo'ladi. Imam notiraman, что урчасым bilaman, turkchasi bilaman, angliyskiy bilardim. Но это очень сложно, hozir men anavi miyamda chalkashib ketyapti hammasi. И hozir ham что можно anavi да, du, короче, shunaqa gapirayotgan bo'lsam, это означает, что men miyamda перевод qilyapman. И shunaqa. Bu finansiy planlarning hammasi как типа yopildi. Ну, этот hayot menga o'rgatmoqchi bo'lgan narsalardan bittasi bu niyat qilish. Знаете, еще oxirgi vaqtlardan bittasida nima bo'ldi? Men прям sochimni keratin qildirdim. Tabriklaylar. Chunki juda ham uzun va dazmol qilish это очень плохо. И men что как типа yoqtirmayman dazmol qilishni har doim. Chunki sochlar tasavvur qiling, что 250 darajada qilishadi, minimum darajasi, ya'ni 250, 180. Bunda tana kuyadi va teri kuyadi bunda. Lekin biz sochlarimiz это ужасно, что ba'zi qizlar juda ham ko'p har kuni почти укладка qilishadi. Но это я не такая. Endi hammani o'zini vыборы, просто men buni qildirdim. И buni aytmoqchi bo'lganim sababi o'zi qayerdandir что osmondan pul tushdi menga. Unda qo'pol qilib aytganda. Это очень прекрасно, да, вот. Shunaqa. И потом keyin oxirgi qilgan planlardan bittasi bu Atakule. Ya'ni minora Ankaradagi очень mashhur. Вот. Анкараны знака ham deyiladi, что Anita Kabir va Atakule bu znak как типа Ankaraniki. Moshga borish juda ham plan qilyapman. Prям plan qo'y, chunki bilasizmi, men ishga ketayotganda prям o'shdan o'tib ketaman-da. Imomda qaraman, что chunki men nashno ishlaganim uchun kechqurun borish xohlayotgandim. Вот закат какой-то, да, вот. Если я смогу поставить, я туда поставлю или туда-сюда, короче, qayergadir qo'yaman rasmni. Prям juda ham четкий chiqqan rasm. Menga juda ham yoqdi. Ну, короче, и bu narsalarni men niyat qildim, и потом hayot menga berdi. И еще qanaqa? Mama русские девочки, тоже этот я спросила от Бога. И bitta qiz bor edi. Alina degan. Если agar у меня видеом, наверное, она не будет посмотреть, потому что она русская, и она не понимает узбекский. Ну ладно. Короче, она мне да прям бору, qizlar buni tushunsa kerak, bitta qizga qarab, vau, какая красивая, да, вот. Bizda qizlar shunaqa bo'ladi, что qaysidir qizlarga juda ham прям anavi qaysidir jihati yoqsa, unga anavi ko'zlarimiz yonib qaraydi. И menda shunaqa, что ko'pchilik qizlarga men shunaqa qarayman. И u ham xuddi shunaqa, что sochlari qop-qora, uzungina, ozg'ingina, chiroyligina qiz edi. И men bir kun yashayapman, boshqa qiz bilan yashayapman, lekin men прям u bilan yaqin bo'lishni xohlayapman-da, вот. И потом hayot menga beryapti, что тут. Ну, давайте этот Layla so'radi, вот. Layla so'radi, oyoq so'radi. Поменяем. Давайте комнату поменяйте. Xonalaringlarni o'zgartiringlar. И men tasodifan что u bilan xonadosh bo'ldim. Tasavvur qilsam, bitta xonada u bilan yashayapman. Это какая-то счастье мне вообще. Я так хотела этот, ну как типа это очень прекрасно, что u bilan gaplashish, uni qanaqa uxudlari borligi, u o'ziga qanaqa qilyapti, qanaqa kunini o'tkazyapti, что uni привычкалari qanaqa, menga juda ham qiziqdi, что men yaxshi ko'rgan odamlar qanaqa yashayotgani. И shunaqa bo'ldi, men juda ham xursandman. Прям xursandman. Ну, men chunki so'ramadim, что hayot o'zini o'zi almashtirdi, вот qizlar. И men u bilan xonadosh bo'lganim bu tasodifan emas. Chunki прям men xohladim, bu meni hayotimga keldi. И еще u ketdi. Ketishidan прям u planlashtirmayotgani ketishini, lekin 1,5 haftachami men bilan yashagandan keyin o'zi ketdi, chunki Rossiyaga ketdi. Но это planlashtirilmagan ish edi, и потом ketdi, что men успеть qildim-da, что u bilan yashashga. И потом hozir men yashayman, что прям o'zim nima anavi уважать qiladigan, вот, bo'ladi-yu, yoqtiradigan, прям vau deb qaraydigan qizlardan bittasi bilan yashayman. Она очень добрая, милая, красивая, короче, у нее привычки, короче, мне так понравилось, я люблю жить с ней. Ну, короче, она не сейчас в комнате.
Ну, короче, bo'ldi, okey, o'zbekchada gapiraman. Ну, короче, shunaqa. Главный ma'no bu videodan, что biza aslida реально ichimizda nimani xohlayotganimizni, ichimizda nima xohlayotganimizni, qanaqa hayotdan so'rayapmiz, hayotdan o'zi so'rayapmizmi, или вообще так biza nima xohlaymiz. Chunki xohlagan narsani biza как o'zimizga tortamizda, tortish qonuni deydi-yu. Это bu real ishlaydi. Men hali juda ham katta narsalarni tortib ko'rganim yo'q, lekin mini men xohlayotgan narsalar, hayotimdagi vaziyatlar hammasi qanday planlagan bo'lsam, xuddi shunday ketyapti. Bundan keyin ko'ramiz, что men hali hech narsaga я не тороплюсь, men shoshmayapman hech narsaga. Qanday bo'ladi, qanday bo'lsa, что menga yaxshi bo'lsa shunday bo'lsin. Chunki biza plan qilganimiz bilan bizga doim самый идеальныйsi beriladi. Вот. Men boru, что o'sha qo'rqib kelganimni eslasam, o'zimga что как типа faxrlanish, g'ururlanish, еще я горжусь собой. Shunaqa. O'zim bilan faxrlanaman o'sha vaqtdagina eslasam. Ну, это прекрасно. Реально gap. Nimadir sizni qo'rqityaptimi, o'shanga to'g'ri borish kerak. Что nimadirga vaqt yo'qmi, что kuningizni planlashtiring shunga qarab turib. Nimadir xohlayapsizmi? Ayting, что ovoz chiqargan shekilli ayting, что прям men xohlayapman shu narsani menga beringlar, как типа, или menga nima desam bo'ladi, xayrlisi bo'lsin, что menga прям идеальныйsi bo'lsin. Ну, например, masalan, men nimadir olishni xohlayapman, что давайте menga eng yaxshisini beringlar, что men uchun eng yaxshisini beringlar. Men aytdim, что еще bilasizlarmi, еще один прекрасный момент, вот example, вот когда kelganimda men вообще tirnoqlarimni мастер ногти, этот маникюрщица, я вообще bilmayman-da bu yerda. И потом dush kelgan salonga borib qildirish men uchun biroz g'alati. И потом yozyapman, что 3-4 qizlardan so'rab turib yozdim, sizlar qayerda qildirasiz tirnoq, я тоже хочу сделать, да, вот. И потом yo'q-da, menga to'g'ri keladigani, meni darajam, meni уровень demanglar, что men o'zim qanaqadir yulduz hisoblayotganim yo'q, men просто energiya jihatidan aytadigan bo'lsak. Chunki ba'zida qildiradi, что sizga to'g'ri kelmaydi u narsa. U master energiyasi to'g'ri kelmaydi. Sizni energiyangiz masterga to'g'ri kelmaydi. Ikkalasi bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Parallelno вот. И потом men so'rayman, yozyapti. Yo'q окошко, свободное окошко yo'q. И потом bittasi aytyapti, что men boshqa salonga yozyapman, что taniydigan deganda, что boshqa qizlar taniydigan, lekin tirnoq qildirmagan. O'tga so'rayman, yo'q, biz manikür qilmaymiz. И потом aytaman, ну okey, men qidirmayman. Давай o'zing menga ber, что hayot ketyapman, что menga ber o'zing, menga mosini, meni energiyamga mosini, master energiyasi menga to'g'ri kelsin, что men xohlayotgandek tirnoq qila oladigan insonni ber menga deyapman. И потом men вообще gaplashmaydigan, umuman gaplashmaydigan qizga bundoq qarasam tirnoqlari chiroyli. И потом borib turib so'radim. Ну вот, menga mastering nomerini ber, я тоже хочу сделать маникюр вот. И потом, okey, gaplashdik, bordim. O'zi men bilasizmi, 5-hafta ketyapti, hech nima bo'lgani yo'q. Men har doim o'zimni tirnog'im gel qildiraman. Hech narsa bo'lgani yo'q. Просто идеально turib beradi. Прям men boru где-то 15-16 marta tirnoq qildirgan bo'lsam, deylik. Eng идеальный shu bo'ldi. Прям четко, прям мощно, прям красиво, так. Мне так понравилось. Я не могу объяснить. Ну, короче, вот это вот главный narsam bu yerda hayotdan so'rash. Прям so'rash kerak. Прям четко xohlayotgan narsalarni прям shunday so'rash kerak. Men oldin bu videolarda aytganmanmi, yo'qmi, to'g'risi bilmayman. Chunki meni xotiram juda ham tez обновить qiladi. Men juda ham ko'p narsa eslab qola olmayman. Ya'ni bu qanaqadir uni B12 vitamin yetishmasligidan emasda, men unmida telefonim qatga qo'ygan esimda, kalti qatga qo'ygan esimda. Ну, okey, ular bilan problem yo'q. Но этот долгосрочный вот informatsiyalar menda o'chib ketadi. Chunki чтобы miyamni shunaqa может men shunaqa настройка qilgandirman. Вот qanday desam, bu eski informatsiya, вот qani nima. Okey, bu eski informatsiya. И потом yangi. Eski narxiga solamiz. Nimada informatsiya o'rniga yangi informatsiya qo'yamiz. И потом ketadi. Так делаем. Yangi informatsiya, если agar men buni повторить qilmasam, bu тоже arxivga tushadi. И shunaqasiga повторить ketadi. И men qachon eslaganimda, что arxivdagi ma'lumotlar yana qaytadan chiqadi. Вот. Shunaqa gaplar.
Но это, наверное, tushunarli. Что hayotdan so'rashimiz kerakligi, и потом menimcha что hayot bizga eng idealnisini beradi. Bizda nima o'rganishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, qanaqa o'zimizga xarakter olishimiz kerak bo'lsa, bizani qanaqa qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, hayot bizani shunaqa qiladi. Ну, например, men bilasizlarmi, o'tgan safar kechagina qachon kechagina men hamma rasmlar, kartinalar ko'rib chiqdim. Chunki men juda ham ko'p rasmga tushaman и потом Telegramga tashlayman. Ana облако boru, что saves for me. Вообще так o'zimiz uchun. И потом ochga saqlayman chunki 2022-yildan beri bitta Telegram ishlataman. Ochga saqlayman и keyin kecha ko'raman hammasini. И men oldin 1 yil oldin qanaqa bo'lganimni. 1 yil oldin qanaqa o'zimni tutganlarim, qanaqa videolar olganlarim, hammasi menga eslatadi. Arxivni qaytadan ochyapman deb, hamma o'sha narsa informatsiya o'shanda yig'iladi. Ну, это классно. Вот этот еще я вам это narsa aytmoqchiman. Уже 20 daqiqa. Ну, это нормально, еще этот немного. Men bitta video YouTube kanalimda bitta video bor. Juda ham eng uzuni, самый длинный этот 50 минут, наверное, или да, 50 минут это. Ну, это тоже было классно, потому что men odamlar bilan gaplashmagan vaqtimda menga kontent ideali ko'proq keladi. Но, к сожалению, что men hozir unaqa yolg'iz qolamayman. Как Moskvadagi hayotimdaqa. Hayotimda реально, men круг общения yo'q. Только этот коллектив, и так друзья, другие там не было вообще. А здесь, нормально есть. Я живу с сестренкой. Она тоже здесь со мной живет. Imamda rus qizlar bor, ular bilan gaplashaman. O'shaning uchun men yolg'iz qolmayotganim uchun, может, YouTube kanalimga ta'sir qilayotgandir bu. Lekin bu narsaga men more jiddiyroq qarashlayapman deb aytolmay, har safarda lekin hali штатив, фонарик, ничего я не купила. Знаете, это только этот телефон, еще там фонарик есть такой, ленточка. Через этого я снимаю этот видео. Но это не важно. Ну, короче, aytmoqchi bo'lganim oxirgi narsalardan bittasi, bu so'rayotgan narsalar bilasizlarmi, anavi qarshilardagi odamni asal basharasini ochishga ham ishlaydi. Прям 100% четко. Что kimdandir shubhalansizmi? Вот. Например, qarshingizdagi odam sizni aldayapti, что, короче, yolg'on gapiryapti, tudun-sudun. Aytinglar, что men boshqacha gaplashaman, sizlarga объяснить qilib beraman. Menga o'sha odamni asl basharasini ko'rsat, прям asl basharasini ko'rsat, shunaqa bo'lsa, men tayyorman uni asl basharasini ko'rishga, вот. Boru bitta odamni прям четко ishlab bergan. Men so'rayapman, hali boru kech bo'lgani yo'q. Ertalab so'ragan bo'lsam, hali kech bo'lgani yo'q deylik. Прям menga hayot ko'rsatyapti. Вот, смотри. Я так. Блядь. Men juda ham hayron qolganman-da. И потом men o'sha vaqtda ishonmaganman. U unaqa odamligiga-da. И потом men ko'raman, что yana menga hayot ko'rsatyapti, chunki men ichimga shubha tushgandan keyin men qidiraman, tikilayman nimadirlarni. Короче, ichimga qurt tushgandan keyin. Я прям shunaqa odam, реально shunaqa odam. Это я не могу объяснить вообще. Ну, hozir endi u odam halim hayotimda, что u halim, что как типа menga yozadi, halim отношения qilish xohlaydi men bilan. Но это уже поздно. Chunki odamning xarakteri, вот, qiyin o'zgarishi. Реально qiyin. Qani tushuntirsam boladan salam. Qurbaqani o'pganing bilan, u shahzodaga aylangani bilan, uni xohlayotgan narsasi только botqoqdagi chivinlar. Men nima qiladi? Chunki на турецком я хочу говорить. Знаете, или на русском. Я вообще не хочу на o'zbekiskom, да. Chunki nimaga? Chunki masalan, men o'zi tug'ilganimdan beri o'zbek tilida gapirganim uchun menga o'zi o'zbek tili, nima desam bo'ladi, biladigan tillarim bo'lgani uchun men uni qayta o'chis qilish xohlamayman. Да вот, на русском я хочу. Потому что men ham сомнение bor, что русскийimga. И турецкий, да, уже турецкий я не хочу улучшить, уже меня хватит этот уровень. Я хочу сейчас улучшить этот мой английский и русский. И еще я хочу изучать другой язык. Это испанский, итальянский, еще какой, корейский, китайский. Может посмотрим, это какой язык будет следующий.
Такие slova вообще. Shunaqa gaplar. Naверное, hammasini aytib bo'ldim. Man aytmoqchi bo'lganim uchun kelajakdagi man bilmayman, bilasizlarmi? 1 yil oldingi Laylodan so'raganinglarda, что sen hali Moskvaga borasan, что o'zing yashaysan, undan keyin kelasan Ankarada bir o'zing yashaysan, sani hayoting shunaqa bo'ladi deganda, может ishonmasdim, может. Так keyingi bilasan, hozir hayolim miyam ichida bitta ideya bor, u ham bo'lsa, что keyingi YouTube kanalimni mavzusi. Прям хочу, man hozir gapirish xohlayapman shu haqda. Но lekin это другое видео я буду. Uspokоимся. O'sha vaqtda menga aytishganda, что sani shunaqa hayoting bo'ladi, shunaqa bo'larding, что как тебе, если mani rasmimni ko'rsatganda, я тоже man ishonmagan bo'lardim. Chunki bilmadim, bunday qarayman, что hayotim juda ham idealniy, прям idealniy, что man yashayotgan muhit, mani atrofimdagi insonlar, что mani hayotimda o'zi inson juda ham ko'p emas. Много где-то man реально доверие qiladiganlarim qo'l bilan sanaganda 5 ta ila 6 ta bo'lsa kerak maksimum. Bu anne baba, ya'ni anne veya baba değil. Ya'ni ota-onamiz emas. Ладно, bu mavzuga kirmayman. Shunaqa. Kelajakdagi Laylo, что mani ko'rasan qaytadan. Всё, привет. Sen hozir qanaqa hayot yashayapsan bilmayman. Может, в Дубае, в Египте, в Алании, в Истанбуле, еще какой, в Корее вообще. Я вообще не знаю. Просто я хочу жить в Корее. Прям так хочу. В Малайзии, может быть, в Катаре. Я не знаю, где ты живешь сейчас, но я верю в тебя. И я люблю тебя прям сильно. Береги себя. Har doim o'zing tanla. Прям ikkita variant berilganda, если bir qatorida bir tarafida sen bo'lsang, u ikkinchi variant вообще bo'lmasin. Всегда выбирай себя. Menimcha shunaqa ham bo'lishi kerak. Chunki bilasizmi, biz yaqinimizda deymiz-da, вот masalan, mani bajarishga qiladigan insonlar bor deb aytdim, но 7-24 soat o'zim bilan o'zim bo'laman. Ну, это означает, что man главныйman o'zim uchun. Это не эгоистlik. Bu эгоистlik emas вообще. Короче, такое слова вообще. Блин, я так хочу говорить о чем-то. Мне так hozir energiya bor-da, вот shunaqangi prям gapirish energiyasi bor. Chunki bilasizlar, men bu energiyani qanchalik kutdim. Men boshlay olmadim, что boshida что YouTube kanaliga video qo'yishni. Да, реально. Shunaqa. Вот energiya keldi endi. Sekin-sekin mavzu тоже keladi. Men juda ham xursandman, что hammasi uchun, hayotim shunaqaligi uchun. Это прям классно. Вообще. Men hozir просто так типа maqtanish emas, просто bu shukronalik shunchalik. Qo'rqmaslik kerak, что harakat qilib ko'rish kerak. Yiqilishdan qo'rqmaslik kerak, что aytadi-yu. Bitta cho'tki narsa o'qib qolganimda. Ishdan bo'shadim, еще yana qaytadan ishga kirasan. Вообще minusga kirdim, еще yana qaytadan plusga chiqasan. Как yurak otishiga o'xshaydi. Yurak otishida, to'g'ri aytdim. Pastga tushadi, tepaga chiqadi, pastga tushadi, tepaga chiqadi, pastga tushadi, tepaga chiqadi. Agar bitta chiziq bo'ladigan bo'lsa, bu o'lish hisoblanadi. Bizda har doim shunaqa. O'ynaydi hamma narsa. Волна. Xayrlashish vaqti keldi. O'zi 28 minut bo'libdi. Shanbaka ko'rganingiz uchun rahmat kattakon. Bitta meni qo'llab-quvvatlaydigan insonlarga prям rahmat aytaman. Alina, Husan, kursdoshim Husan. Yana kim bor? Наверное, это пока всё. Aslida bor yana что bir ikkita odamlar. Ладно, ular o'zlari bilishadi. Sizlarga rahmat kattakon. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, всем